Shunda qilib men betlarni sonliq ma'lumotdan bir ulab bo'ldim. Endi masalanga ma'lum bir filmni bassam, qo'ydigan holat shakllandi. Masalan, qaysi film bo'lgan bo'lsa, shu filmni qo'ydigan bir holat shakllandi. Shakllangandan keyin men endi buni izlash rayonini tuzay. Sonliq ma'lumotdan bir uchurlarni izlaydigan bir ramka bo'lish kerak. Masalan, Muxtar Rozkomga buningga o'xshash bo'lsin. Shunday shaklda tuzayman. Men programning ichiga men izlash munosabatli bir dona CSS tug'izib qo'ygandim. Masalan, sarish deyilgan yerda mana shu izlashning ramkasida, bu ramkaning ichiga endi izlash munosabatli bir turni o'rnatib bersam bo'ladi. Undaqda buni qanday o'rnatma degan vaqtda bu yerga biz ham program yozishimiz to'g'ri keladi. Masalan, buning ostiga 51% kenglik narsaning ichini butunlay qoplab turadigan narsadan birini tuzay. Buni mundaq tuzaman. Sarishda to'liq yozaylik. Yozgandan keyin buningki umum kenglikni 100% qilamiz dedik. Unda o'z videosini 100% olay. 100% olsam, ondan keyin buningki egizligini 33px olay. 33px olganning yoqi background color'sini belgilab beray. Background color bu xil rang bo'lib tursin, saqlab etdim. Saqlab etganning yoqi men mushni betning o'ziga o'rnashtirib turaman. O'shaga div plus bu xil shaklda o'rnashtirgandan keyin betni yangilasam, hozirgi betni yangilasam bu xil bir ramka chiqadi. Meniki umuman 100% qaplab ketganda bundoq uzun bo'lib ketishi biroz ko'zimga sig'magan bo'lib qolish ehtimolligim bor. Shunga buni qanday qilaman? Masalan, mushni shundoq cho'ng bo'lib ketgan vaqtda buningki marginsini bekitaman. Margin deyli ostidan 0, o'ng soldan 7.15% dan qilib qolsin. 7.15% dan qolsa bu jami 15 bo'ladi. 15 olgandan keyin 100% dan 15 ni ilvasak 85% qoladi. Buni saqlab etganning yoqdan betni yanglab boqay. Yanglasam bu xil bir ramka chiqadi. Endi cho'ng kichikligim muvofiq bo'ldi. Agar betni qisib cho'ngaytirgan ishlab qolsa qanday bo'ldi keyin moslashib bilan bo'ladi degan. Bu yoki aychoqarlik normal turadi-ki, o'zimiz tanishsak bo'ladi. Men bu xil shakllandi. Shakllangandan keyin men buningki background color'sini elib etdim. Elbette buni mushqlarga saqlayman. Bunda vaqtda boshqalar bu yerda yana bir muqimlashtiruvchi ramkaning bog'lig'ini qanday qilib bilmaydi. Bilmagandan keyin biz buning ichiga endi xohlagancha bir narsa o'rinlashtira olamiz. Masalan, bir tekst olaylik. SR text deylik, bo'ldi, text. Bu tekstni olgan vaqtimda tekst mushniki umumiy kenglikniki qancha % egallaydi deb bekitaman. Buni bir savolimiz albatta 85% deydi biz o'xshashlarni. 85% egallasin. Ondan keyin buninkiga padding beraylik. Ustidan ostidan 1px narliq qolsin. O'ngdan soldan buni albatta personlashtirib olamiz. 0.55% qo'yayman. Shunday vaqtda normal bo'ldi. Ondan keyin buninki qanday qilmay hozir shunday vaqtda qilib qoldigan orliqlarni tanishib bo'ldim. Ondan floats'ni belgilab qo'yay. Floats'i o'ng to'g'rilangan bo'lsin, right. Ondan keyin bunga border beray. Border bergandan keyin borderni 1px soil altida rang qiymatini EA shaklda berdim. Nimishqa bu xil border berib qo'ymaydigan vaqtda birozdan keyin tekstni o'rnatgan vaqtimizda normal ko'rindi. Masalan, men tekstni o'rnataylik hozir. Shu ramkaning ichiga tekst o'rnatmoqchi bo'ldik. Input type text. Bu yerda diqqat qilish kerak bir narsa bor. Bu yerda yana izlashninki ayrim bir HTML ta'minlab bergan bir dan izlash ramkasi bor. Uningda bizga bir eskartish uchurini seplab turdi, biroq Uyg'urcha uchur seplamaydi. Shuning uchun biz bu yerga o'zimiz ayrim tekst o'rnatdik. Bu xil tekst o'rnatish bizga qulaylik qilib keladi albatta. Yo'q, mayli, men ingliz uchur ko'rsatib bo'lardi deb qaragan bo'lsanglar, o'lda shu izlash ramkasini oson bo'ldi. Men menga avval izlash ramkasini deb ko'rsatib qo'yay. Bunda bu yerda sarishda birisi bor. Bosgandan keyin buni saqlab etsam, betni yangilasam hozir bu yerga bir dona izlash ramkasi chiqarib berdi. Agar men buni shunda quruq qo'yib izlaymsam, bir dona eskartish kuchi chiqarib berdi, ya'ni quruq ekan deydigan. Yoki o'miz ichiga xat kirgizsam, buni o'xshash tozalash qo'yilgan chiqarib berdi. Ammo bizning tekstda chiqmaydi bu. Uni o'zimiz bekitib olsak bo'ldi albatta. Buni texnik qulaylik bo'ldi ekan desanglar, o'zinglar mushkul shaklda input type izlash deb kirgizsanglar bo'ldi. Endi men buni input type text deb kirgizmay, chunki o'zimiznikini yozmoqchi to'q text deb oldim. Text deb olgandan keyin buning class o'g'aqda sr text degan tushundag'u. Izlash teksti degan to'q. Saqlab etganning yoqi betni yangilay. Betni yangilasam, menga o'xshash bir xil ko'rinish chiqdi menga hozir. Men bu ko'rinishda
Birinchidan mana narsa men kichik, shundaqmi? Meniki o'zimning o'ylagandan kichik chiqibdi. Ikkinchidan bu tarafga kilovatda, amaliyotda biz bundaq shaklda olmaymiz buni. Ham buni nimishqa girvak berib qo'yamiz deganni o'ylashimiz hozir. Nimishqa girvak berib qo'yamiz degan vaqtda mal girvak bermasak, agar men buningga programlashtirishga mal girvakni bermasam, bu holda mundaq bir hodisa kelib chiqadi. Ya'ni betni yangiladim. Yangilagandan keyin o'zining bir girvagi bo'ladi, intayin qiynab, knopkani bosgan vaqtimizda bu girvak yoki mouseni kelgan vaqtimizda mana o'xshash yeni bilib, knopka bilan farqi cho'ng chiqadi. Shuning uchun men buningga borderdan birini berib qo'ydim. Ya'ni muvofiq borderdan. Andan keyin buning o'zi kichik chiqib qolganligi uchun egizligini qanday qilamiz? Egizligini 25 px atrofida berib qo'yaylik. Bersak, andan keyin betni yangilasak, bu mana o'xshash normal bizning talabimizdagidek muvofiq holatda chiqqan bo'ladi. Unda bo'lsa men buningki keyin qismlarini ishlay. Ham buningga bir dona nima ketdi? Button ketdi. Buni src button deb qo'yay. btm bo'lsin. Bu buttonninki egizligini bekitaylik. Egizligiga masalan 17, 18, 19 atrofida bo'lsin. 17 px qo'ydim bo'ldi. 17 px. Andan keyin kengligi buningki. Kengligini bekitgan vaqtida diqqat qilamiz. Masalan, ustidagi 85 ga 0.155 ni qo'shsak 1.11, demak 86.11. 86.11 bo'lsa men 9% atrofida beray ekanligini. 9% berdim. Balkim border bekitib qilishimiz mumkin. Ustida 1 px border va oraliqda to'qnashib qolmasin deb. Andan keyin buningga flat beray. Flat o'xshashlam right bo'lsin, o'ngga to'g'rilangan demakchi. Andan keyin background'ini beray. Background'da bir dona yo'l seplab beramiz, ya'ni rasm. Imagening ichida izlash deb bir knopka bor ekan bu. Buni bosdim, bosgandan yo'q ekeldim. No repeat bo'lsin. Ya'ni takrorlanmaydigan bo'lsin. Color bekitib qo'yay buningga. Ya'ni masalan bu xil shaklda buningga oq ko'rinishga biroz sustroq qilib bir color bekitib qo'yay. Buni o'zimiz muvofiq tanlasak bo'ladi. Ostidagi holatdan muvofiq holatga ekeldim. Bu xil shaklda qiynaq muncha ketmasin. Va qiynaq chiqib qolsa yaxshi bo'lmaydi. E9 rangni berdim. Bergandan keyin endi bu knopka bilan tekstni o'rnatib qo'yaylik. O'rnatsak ba'zi bir avojliklar kelib chiqadi bu yerda. Masalan, menga men ekeldim. Input type submit class btm bo'ldi. Men buni saqlab etdim. Saqlab etganning yoqi betni yanglab qo'yay. Yanglasam submit bu yerga chiqib qoldi. Submitda ba'zi bir avojlik bor ekan. Buni o'ngishim to'g'ri keldi endi. Masalan, buningki egizligini 17 px berdik, padding beraylik azroq. Padding va 80 muvofiq chiqdik. Bu yerga padding berdim. 5 px da 1% padding beraylik. Ma'o kenglik tarafini ham % berishim sabab o'zining kengligining % bo'yicha olganligimiz uchun bo'ldi. Ondan keyin betni yanglab qo'yay. Albatta buning bilan tuzalmaydi. Mana bosdim. Ondan keyin submit degan xatni elib o'tishim kerakda. Buningdan value'dan qanday qilim buni? Mana value'siga quruq bir bo'sh buyruq berib qo'yman. Quruq bo'lsin degan ma'noda. Ba'zan mana bu yerda knopka chiqdi. Egizligi ham normal bo'lmaydi. Buning egizligini tangshaymiz albatta. Asta-asta tangshaylik. Maniki avval background'ninki positions'ini belgilay. Positions'i o'rtaga to'g'rilangan holatda bo'lsin. Ondan keyin background'ninki size'ni belgilab qo'yay. Background size. Oqsnasining rasmning cho'ngligi 45 px da 23 px bo'lsin. Bu xil shaklda belgilab qo'yay. Ondan right float belgilab bo'ldik. Belgilab bo'lgandan yoq buni saqlab deb qayta bir qatim yangilab qo'yay. Yanglısam bu yerga bu xil shaklda keldi knopkam. Ondan buningki mana o girveklarni yo'q qilib o'tishim kerak, girveklarni. Mana rang biroz qiyinib ketgan o'xshaydi, shuni buni F7 shakliga kelib qo'ydim. Ondan buni 27 oldi tangshab qo'yay. 25 biroz cho'ng chiqishi mumkin. Ondan girveklarni qanday qilim buningki girvekni yo'q qilishim kerak. Girvekni yo'q qilish uchun albatta border berdim. 1 px butun siziq bo'lsin, ya'ni inchki siziq demakchi. Ondan keyin rangninki qiymati EA bo'lsin. Ondan buni 4 yil tarafiga girvekchi ketdi hozir. 4 yil tarafiga girvekchi ketgandan keyin men mana saqladim, chiqitdim. Saqlasam 4 yil tarafiga girvekchi ketganda mayatga 2 girvek tutashqaya qanday bo'lib qoladi? Va qiynaq chiqishi mumkin. Shunga buni belgilayman. Mana yana biroz kenglikni, egizlikni cho'ngaytirishim to'g'ri keldi hozir. Cho'ngaytsam
Başkasınınki o'rnini almashtiray, ma'ni ustiga chiqay. Botton avval ustida kelsin. Betni yengildim. Yengilsam bu yoqqa o'tdi. O'tgandan keyin buning egizligini yana biroz tanlasam bo'ldiki, o'choqda maya ikkisini tutashqa o'rnini qanday qilib o'tmanda, mayani turgan vaqtida o'ng tarafninkini qildim. Bu yoqqa o'tgan vaqtida sol tarafniki bordersini yo'q qilib o'tman. Unda o'z programning ichiga kirdim. Border left olsun. Sol tarafni yo'q qilamiz-ku, border left none olsun. Yo'q. Ondan keyin ekeldim, betni yengilab boqay. Yengilsam mayatki sizni qanday bo'ldi? Normallashdi hozir. Normallashgandan keyin mau egizlikni muvofiq qilib tangshey. Egizlikni tangshib etsam, masalan 27 ta 29 yoki 31 qilib boqaylik. 31 px olsun. Px olgandan keyin betni yengilab boqay. 31 cho'nkan, 29 normal ekan. 29 olsun. Saqlab etdim, betni yengilay. Yansam bu xil shakldagi bir ramka tutdi. Ramka tutgandan keyin hamda buni mouseni egasam mouse qanday qilish kerakda? Azroq yo'rish kerakda. Yo'raydigan bo'lganligi uchun men ekeldim. src btn mouseni egaga vaqtida deb yozdim. Ondan background colors'ni olaman. Background positions'ni olaman, size'ni olaman. Bu uch bo'yroqni ko'chirib oldim, ekeldim. Ekelgandan keyin men background'dagi rasmni o'zgartirishga to'g'ri keldi. Biroz qiynaq rasm qilmoqchi bo'y, asl rasm bo'yicha to's bo'lmaydi. Shunga buningga rasm seplab berman. Mau qiynaq rasm ekan, ondan buni saqlab o'taman. Saqlab etgandan yoqi betni yengilayman. Yengilab mouseni kesam, ustiga biroz qiynaqlashga oldi chiqdi. Shunday bo'l mana. Bassam knopka, xat yozish rayini, tekst ramkasini degandek. Bo'ldi. Bo'lgandan keyin hamda masalan ma'nodagi oq ko'rinishning rangini masalan biroz o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Xohlagancha masalan F1 deb o'zgartirib qo'yay. Betni bir yanglab boqay. Hamda o'zgarish knopkaning shaklida o'zgarish bo'lyapti oq ko'rinish rangida. Buni texmo jazbdor chiqadi deganga. Ondan keyin biz buningki CSS programmasini yozib bo'lgan bo'ldik. CSS programmasini yozib bo'lgandan keyin biz qanday qilamiz hamda CSS programmasidan keyin bu yerga bir dona forum bekitimiz albatta. Forum. Mana shu yerga bekitib qo'yay bu emasdan. Forum action /ASP yoki PHP yoki bir xohlagan bir program yozgan to'g'ri biton bo'lsin. Biz hozir ASP deb yozayotgach ASP deb qo'yib turay. Ondan keyin method post olsun. Names'ni masalan muxtar deb kirgizib qo'ysak bo'laveradi-ku. Ekeldim, ondan buni mayada oxirlashtiray. Formni oxirlashtirdim. Endi betni qo'zg'atgandan keyin, masalan, yengilgandan keyin mayaga kelib xat yozdim. Yozgandan keyin ma'ni buyruqni bersam qanday bo'ldi bu? Izlashlaydigan bir to'r bekatga yoki ko'rsatgan adresga atlab berdi. Albatta biz hozir izlashlaydigan betni tuzmaganligimiz uchun faqat mushat izlash ramkasini tuzayotganligimiz uchun u yo'q. Mushunga o'xshash shaklda yoki izlash ramkasini o'rnashtiramiz. Ham buningki izlash ramkasi biroz ko'zga bak o'zgacha, ya'ni chiroyli ko'rinmasligi mumkin, biroq cho'ng tutga yana sonliq ma'lumot uchuri ko'p. Nurg'un abonentlar ishlatilgan to'r bekatlar ko'pincha oddiy bo'ladi. Bu xil oddiylik balki bir xil go'zallik, pokizlik qo'shadi, shuning bilan birga qulaylik, ya'ni ishlarga nihoyat osondek bir tuyg'uni beradi. Bak murakkab qilib aytgan vaqtda rangdor bo'lgan vaqtida toza yaxshi chiqmaydi. Unda rangdor narsalarni to'r bekatining loyihiga vaqtida shirkatning, korxonaninki to'r bekatlarga ishlatamiz. Ko'p abonent ishlatadigan, nurg'unlagan abonentlar qo'llaydigan to'r bekatlarda UI loyihiga vaqtimiz cho'qim mush oddiylikni asos qilishimiz kerak. Ya'ni rang pokiz, oddiy sodda, bundan boshqa rangning ig'irligi va masalan ba'zi ranglar yiqim yeydi, ba'zi ranglar yiqim yemaydi deydigan mushundaq inchik nuqtada o'ylashga vaqtidami ranglarni oddiy ranglarni ishlatganimiz yaxshi. Oqqa moyilroq, mos yenik ranglarni ishlatsak yaxshi chiqadi. Qolgan darslarni keyingi darslarda so'zlaylik. Bu xil izlash ramkasi o'rnatish mush yerda oxirlashdi.